Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlari. Ko'pchilik uyimga, xo'jaligimga ishlatish uchun 7 ot kuchli motoblok olmoqchiman yoki bo'lmasa uka menda 7 ot kuchli motoblok bor. Unga qanaqa agregatlaringdan ham bor. Menga shuni video obzor qilib chiqargan ekan. Shu agroservis do'koni bugun barcha motobloklarimizga qanaqa agregat borligi hamda original motoblok qaysiligini tanishtirib o'tib ketadi. Ko'pchilik so'rayapti uka, menga quvvat tomoni, sifat tomoni eng zo'r bo'lsa hamda eng baquvvat bo'lsin degan akalarimiz uchun original har doim aytamiz, Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motoblok hisoblanadi. Original deyishim sabab motorlar 170F motor, moddachilar bilan jihozlangan, korobkalar esa 450 talik korobka hisoblanadi. Rullari juda ham uzun qilib ishlangan. Rulli uzunligi sababi aravada o'tirgan holatda ham bemalol yeta olasiz akalar. Oldiga ikkitadan, orqaga bittadan skollar mavjud. Dishlar, aylanma dishlar aravamizda o'tirish, oyoq qo'yish joylari hammasi taxtidan hisoblanadi akalar. Aravamizni hamma yo'g'i ponni konteynerliklardan qilingan bo'ladi. Burchaklarni o'zimiz profilga o'xshatib bukib qo'yganmiz. Balonlar esa skuter balonlardan qo'yilgan bo'ladi akalar. Kimga mana shunaqa 7 ot kuchli motoblok kerak bo'ladigan bo'lsa yoki orqasidagi aravasi kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerga aloqa qilib qo'yasizlar. Endi akalar, buni bitta yurishlarni qanaqa ishlashini ko'rib olamiz. U holda videomizni boshladik. Ishlashini ko'rdan ishlashiga gap bo'lishi mumkin emas. Dishlasi aylanma dishlarida shu sababda brushlaringizda juda ham yaxshi tormozlar, ya'ni joyida, o'rnida bitta ushlab bera oladi akalar. Undan keyin esa xuddi mana shu motoblogimizga 1,5 tonnagacha yuk ko'taradigan arava ulangan holati. Dishlari bunda ham aylanma dishlar, o'tirish, oyoq qo'yish joyi listlardan mana shunday ochib qo'yilgan sababi mana shu bog'ning ichida loy yoki suv tegadigan bo'lsa, o'zi avtomatik tezda tushib ketadi. Hamma yo'g'i ponni profillardan bo'lgan narsa bo'ladi akalar. Hammasi oddiy svarka apparatda emas, kontashnikda svarka qilingan hisoblanadi. Buni balonlari mashina balon hisoblanadi hamda qanotga chiqib turib bir kishi bemalol sakrasa ham uncha tez sinib ketavermaydi. Chunki qanotda aytib o'tgandek, kontashnikda svarka qilingan. Ishlarni ko'rib qo'yasizlar, juda ham keng, bemalol 1,5 tonnagacha yuklarni solib tashishlar mumkin bo'ladi. Mana shu holatda ko'rishlar mumkin, uzunligiga chuqurligiga gap bo'lishi mumkin emas akalar. Xo'p, kimga mana shu 7 toshli Texa motoblok yoki aravasi kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda nomerlarni bor, aloqa qilib qo'yasizlar. Undan keyingisi 7 ot kuchli motoblokka karter apparati ulangan holati. Ko'pchiliklarimiz telefon yoki komment yozib qo'yishyapti, uka, meni kattakon bog'larim bor, bog'im ichida yaxshi yuradigan hamda uyimda xo'jalik ishlatish uchun yaxshi motoblok, orqasida aravasi bilan karter apparatlardan ham bormi deganlarga hozir 7 ot kuchli Texa motoblogimizga orqasida 1,5 tonnagacha yuk ko'taradigan aravamizga karter apparati uстановка qilingan holati. 350 litrlik yo'nkisi, mana shunday bitta karter apparati va bitta pistoleti 30 metrgacha bo'lgan shlankalar bo'ladi. Xo'p, karterimizni tanishtiramiz. Karterimiz original Texa firmani Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan karter apparati bo'ladi. Karterlar esa kattakon 90 talik karter bo'ladi. bemalol 3 kishi bilan seçishing mumkin bo'ladi. Mashina yurida ekanmiz yoki katta mashina baland daraxtlar bor ekanimizdan bemalol olib ishlatishingiz mumkin bo'ladi.
kimga kerak bo'lgan bo'lsa, ekran nomerini barq qo'yib qo'yasizlar. Yo'q bo'lmasa, bularni hammasini yig'gan akalarimiz boshqa turdagi agregat so'rab turgan akalarimizga ham xohlagan agregatdan bu 760 TH motoblokga ko'rishlar mumkin. Bir korpusli plug qo'yilgan holati. Bir korpusli plug. Xo'p. Ariq o'sha ochmoqchi bo'lgan pog'izni solasiz va motoblogingizga yurasiz. Bu o'zi bir tomonga ochib ketadi. Turpog'ini bir tomonga tashlab, ikki tomonga emas. Xohlaganlar bemalol kerak xarid qo'shishlar mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa, xohlaganlarga plug vazifasini, xohlaganlarga esa xohlaganlarga akat vazifasini barcha beradigan universal plugimiz. Xohlasangiz chap tomonga o'tadi, xohlasangiz o'ng tomonga ligrovka bo'ladi. Xohlang o'rtaga qolib agatlaringizdan oching. Bu tomondan turpoqni chap balon tomonga, o'ng balon tomonga o'rtaga qilib ishlatishingiz ham mumkin bo'laveradi akalar. Undan keyingisi 7 ot kuchli motoblogimiz TXga original agat ulangan varianti. Xo'p, xohlasangiz bundan ham bemalol o'sha holatda, xohlasangiz o'ng tomonga, xohlasangiz chap tomonga qilib ishlash mumkin. Mana shu joyda o'zida ko'rishinglar mumkin. Mana xohlagan tomonlaringga qilib ishlata olishlar mumkin bo'ladi. Kelib bemalol hamma ko'rsatayotgan narsamiz sotuvda bor. Kelib xarid qilib olishlar mumkin bo'ladi. Xo'p, 7 ot kuchli motoblokka agat ochadigan bo'ladi. Xo'p, siz kultivatsiya qilyapsiz, kultivatsiyani orqasidan sirasi mana shunday agatni olib ketmoqchi bo'lgan akalarimiz bemalol kelib xarid qilib olishlar mumkin bo'ladi. Undan keyingi 7 ot kuchli TX motoblogga kichikroq agat qo'yilgan holati. Ko'pchilik aytayapti, "Ukam, yozda men kartoshkalarni bu katta-katta dalalarga ekaman. Menga kartoshka kapatilda ham bormadi ekan shu." Xuddi o'sha motoblog TX motoblogimizga kartoshka kapatil ulangan holati. Buni sifatligi hisoblanadi kerak. Bemalol kelib pullar ishlatishlar mumkin bo'ladi olib. Hamma ko'rsatgan narsa albatta sotuvda bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastda nomerlarni qoldirib qo'ydim, aloqaga chiqarasizlar. Ukam, menga temir balon hamda chizillarni ham bormi degansiz. Kattakon shirokli temir balonlarimiz hamda uning orqasida esa 50, 60, 70, 80 agatlarga ligrovka bo'ladigan chizilimiz bo'ladi kerak. Bu chizilimizni xohlasangiz tepaga pastga ligrovkalar ham mavjud bo'ladi, ko'rishlar mumkin. Temir balonni o'zini so'ragan ekanlar uchun temir balonni o'zlaridan ham ko'p qo'yganmiz, ko'rishlar mumkin. Yaxshi temir balonlardan bo'ladi. Temir balonlarimiz narxi 800 ming so'mdan boshlab 1 500 minggacha har xil modeli bor. Undan keyingi 7 ot kuchli TX motoblogimizga o'zini komplektda chiqadigan, hammasi chiqadigan narsasi 4 qatordan 8 qator yoki 3 qator 6 qator bo'lgan pichoqlar bo'ladi. Buni hozirlarga nimaga aytdim? 4 qator yoki 3 qator bo'ladi. Bu ko'rib turgan motobloglarning 7 ot kuchli TX motoblogi korobkalari 450 talik bo'ladi. Undan keyingi 7 ot kuchli xuddi TX motoblogi, lekin bunda 350 talik hisoblanadi. Undan keyingi ko'rib turgan 7 ot kuchli TX motobloganga 250 talik reaktor hisoblanadi. Undan keyingisi esa 150 talik korobka qo'yilgan hisoblanadi akalar. Shu sababga komplektdagi pichoqlarga qarab narx-navolar o'zgarib o'ynab ketaveradi akalar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin. Videomiz manfaatli va foydali bo'lgan bo'lsa, do'stlarga ham ulashib qo'yamiz. Keyingi videoni o'tkazmaslik uchun pastda obuna tugmasini bosib qo'yamiz akalar. Bundan keyingi sizga qiziqarli bo'ladigan yoki ishlashlarni, yuk tortishlarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bemalol kommentga yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.